O'zbekiston eng yuqori nuqtada. Jahon chempionatida muvaffaqiyatni kimlar ta'minlaydi? Salom do'stlar, ko'rib turganingiz Sport Plus kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib ketishni unutmang. Biz esa bugungi mavzuni boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida eng muhim turnirga tayyorgarlik ko'rmoqda. Futbolchilarimiz bo'lajak mundialdagi ishtirokini qo'shni davlatlar ham kuzatib boradi. Qozog'istonning nufuzli manbalaridan biri Sport.kz sayti O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatida ishtirokiga bag'ishlangan maqola chop etdi. Ushbu materialni kanalimiz o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etadi. Qozog'iston uchun bo'lajak jahon chempionati alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki unda ilk bor qo'shnimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi ishtirok etadi. Bugun AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida Cristiano Ronaldo, Luis Diaz, Bruno Fernandes va boshqalarga qarshi o'ynaydigan avlodni asosiy qahramonlari haqida gaplashamiz. Abduqodir Husanov himoyaning asosiy yulduzi. Bugungi kunda O'zbekiston milliy terma jamoasining eng nufuzli futbolchisi sifatida Abduqodir Husanovni tilga olish mumkin. Manchester City markaziy himoyachi o'zbek futbolini yangi darajasini ramziga aylandi. Husanov tezligi, yakka kurashlardagi ustunligi va oldinlabda o'ynash qobiliyati bilan ajralib turadi. Terma jamoa uchun u nafaqat himoyachi, balki birinchi pas orqali hujum boshlay oladigan futbolchi sifatida muhim ahamiyatga ega. Uning Angliya Premyer Ligasiga ko'chib o'tishi tarixiy voqea bo'ldi. Husanov APLda o'ynaydigan birinchi o'zbekistonlik futbolchilardir. Jahon chempionatida aynan uning holati va o'yinni ko'p jihatdan O'zbekistonning kuchli terma jamoalariga qarshi qanchalik ishonchli harakat qilishi belgilab beradi. Eldor Shomurodov sardor va hujum yetakchisi. Eldor Shomurodov tajriba va jamoaga ta'sir borasida hamon terma jamoaning asosiy yetakchisi bo'lib qolmoqda. Forvard uzoq yillardan beri o'zbek futbolining eng mashhur figuralaridan biri hisoblanadi va milliy jamoa hujumida muhim rol o'ynashda davom etmoqda. Uning Istanbul Başakşehirga transferidan keyin u bu yil Turkiya Superligasi to'purari bo'ldi. Abbos Fayzullayev kreativlik va tezlik. Fayzullayev hozirgi terma jamoaning eng yorqin futbolchilaridan biri hisoblanadi. Uning driblingi, noodatiy qarorlari va qanotdagi tezligi orqali o'yinni keskinlashtira oladi. Abbosbek Fayzullayev Istanbul Başakşehirning eng kreativ futbolchilaridan biri hisoblanadi. Fayzullayev O'zbekiston uchun hujum to'xtab qolgandek ko'ringan paytda ham vaziyat yaratib bera oladigan futbolchi sifatida juda muhim hisoblanadi. Otabek Shukurov markaziy chiziq miyasi. Otabek Shukurov O'zbekiston terma jamoasining muvozanatini ta'minlaydigan futbolchilardan biri hisoblanadi. U maydon markazida nazorat, to'p harakati va himoya bilan hujum o'rtasida bog'liq uchun javob beradi. Shukurov har doim maydondagi eng ko'zga ko'ringan futbolchi emas, ammo uning roli juda katta. Fabio Cannavaro nomdor murabbiy. Cannavaroning tayinlanishi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining jahon chempionati oldidan qabul qilingan eng e'tiborli qarorlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston o'z tarixida ilk bor mundialga chiqqandan so'ng federatsiya xalqaro obro'ga ega mutaxassisga ishonishga qaror qildi. Fabio Cannavaro uchun O'zbekiston terma jamoasi bilan ishlash murabbiylik faoliyatidagi eng muhim bosqichlardan biri hisoblanishi mumkin. Xulosa, O'zbekiston jahon chempionatida favorit emas, ammo mundialda tasodifiy ishtirokchi ham bo'lmaydi. Bu jamoada xarakter, tizim va butun futbol olami kuzatish qiziq bo'ladigan bir necha futbolchilar bor. Eslatib o'tamiz, Shomurodov yaqinda Istanbul Başakşehir shahar safida. Turkiya chempionatining eng yaxshi to'purarlaridan biriga aylangandan so'ng O'zbekiston terma jamoasi bilan jahon chempionatiga shunchaki qatnashish uchun emas, balki o'zini ko'rsatish va guruhdan chiqish maqsadida borayotganini ta'kidlagan.